Demak, 11-mavzu daraja va uning xossalari. Demak, shu mavzuni o'rganib chiqamiz. Daraja degani nima degani? Sonning yuqori qismida turadigan qismga daraja deb ataladi. A sonning n'inchi darajasi degani nima degani desa, bu A ni o'zini n marta ko'paytirish degani. Misol uchun, A sonning kubini hisobla desa, A ko'paytirilgan A. Bu yerda A ni o'rnida biror bir son bo'lib qolishi mumkin. 5 ning 3-darajasini hisobla desa, 5 ko'paytirilgan 5 deb 3 marta ko'paytirasiz. Bu javob chiqadi 120. Endi A ning n'inchi darajasini n ko'paytirilgan A bor. N ko'paytirilgan A degani A ni o'zini n marta qo'shib chiqish degani. Misol uchun 5 qo'shilgan 5 qo'shilgan 5 qo'shilgan 5 bo'lsa, bu 4 ta 5 bo'lib, 4 kala 5 bo'ladi. Lekin 5 ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan 5 bo'lsa, bu 5 ning 4-darajasi bo'ladi. Shu narsani farq qilish kerak. Endi daraja va uning xossalari. Daraja nimaligini bilib oldik. Shu sonni o'zini necha marta bo'lsa, darajasi necha bo'lsa, shuncha marta ko'paytirish. Endi uni xossalari. A ning n'inchisi ko'paytirilgan A ning n'inchi darajasi. Ikkita bir xil asosli darajalari har xil bo'lsa, ko'paytirilayotgan darajalar qo'shiladi. Misol uchun 5 ning 3-darajasiga 5 ning 4-darajasini ko'paytir desa, bu 5 ning 7-darajasi deb qo'yasiz. Qayerdan kelib chiqdi? Bu 3 ta 5 ko'paytirish degani, bunisi esa 4 ta 5 ko'paytirish degani. E'tibor berib sanaydigan bo'lsa 7 ta 5 bo'ladi va bu 5 ning 7-chisi qilib yig'ib qo'yilsa bo'ladi. Bo'lish bo'lsa darajalar ayriladi. Asoslar bir xil bo'lsa darajalar ayriladi. Endi qausli daraja bo'lsa, daraja har biriga tegishli bo'ladi. A ko'paytirilgan B ning n'inchi darajasi bo'lsa, A ning n'inchisi B ning n'inchisi bo'ladi. Xuddi shu holatda kasr holatda n'inchi darajalari bo'lsa, A ning n'inchisi B ning n'inchisi bo'ladi. Endi shu narsaning aksi ham o'rinli bo'ladi. Ya'ni ko'paytma holatda darajalar bo'lib turgan, alohida turgan bo'lsa, ularni oddiy ko'paytirib yig'ib qo'yish mumkin bo'ladi. Birinchi xossa, ikkinchi xossa, uchinchi xossa va to'rtinchi xossa. To'rtinchi xossaning nomi darajani darajasi deb ataladi. Darajaning darajasi bo'lib qolsa, darajalar ko'paytiriladi. Misol uchun 2 ning 3-darajasini 4-darajasi turgan bo'lsa, bu 2 ning 3 kala 4 12-darajasi bo'ladi. Endi 2 ning 3-chisi ko'paytirilgan 2 ning 4-darajasi bo'lsa, bu yerdagi birinchi xossaga to'g'ri keladi. 2 ning 7-darajasi bo'ladi. Ikkalasini bir-biridan farqlab olishlaring kerak bo'ladi. Keyingisi 4-xossadan keyin darajaning manfiy holatlari, ya'ni A sonning -1-darajasi bo'lib qolsa, bir taqsim A qilib yozasiz. A sonning -n-darajasi bo'lsa, bir taqsim A ning n'chisini hisoblaysiz. Endi kasr bo'lib qolsa, A taqsim B ning -1-chisi bo'lsa, kasrni oyog'ini osmondan qo'yib B taqsim A deb yozasiz. A taqsim B ning -n'chisi bo'lsa, B taqsim A ning n'chisi deb yozasiz. Xo'p, yana bundan tashqari mana bu xossalar bor. A ning 1-darajasi degani yozib o'tirilmaydi, A ning o'ziga teng bo'ladi. Xo'p, A sonning 0-darajasi, har qanday sonning 0-darajasi 1 ga teng hisoblanadi. Mana shu daraja va uning xossalari hisoblanadi. To'xtab.